Bugun sizlarga chiroyli qilib yoshlikdan katta bo'lgan joyimni ko'rsatib o'taman. Yoshligim Xo'jaqishloqda o'tgan. Video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin. Hozirgi shart-sharoitlarda, hozirgi muhitda обязательно like bosib, fikringizni bildirib, komment yozib qo'ying. Обязательно подписка bosib qo'ying. Sizlar bilan har doimgidek ko'k ko'z bola. Videoni o'xshata olyapmanmi, o'xshata olmayapmanmi? Fikringizni обязательно bildirib qo'ying. O'xshata olayotgan bo'lsam, zo'r, молодец, Ali, o'xshata olyapsan. Yo o'xshata olmayotgan bo'lsam, qayerda xatolarim bor, qayerda to'g'ri gapiryapman, qayerda qoqilib qolyapman, shu taraflarni ham aytib o'tasizlar. Do'stlar, mana meni Jonajon qishlog'im. Jonajon qishlog'imning hozirgi paytdagi ko'rinishi do'stlar. Bu yerda hozir akamlar ekan, otajonimlar turadi. Xullas bu yerda где-то bir 1 gektar joy adashmasam. Yoshligimizda deng, do'stlar, mana shu yerda echki, qo'y, hamma mol hol bo'lar edi. Hozir esa bu yerda esa anaqa bo'lar edi. Nima desam, kattaroq bir nima desam, sal boshqacharoq ko'rinishdagi molxonacha. Hozir bu yerda mana otlarimiz ko'rib turganlaringizdek, chip-chiroyli bo'lib, o'tlar deb o'tlab yurishibdi. Как положено. Bu yerda boz. Qishga anaqa qilib qo'yilgan boz. Shunday qishda otlarga, sigirlarga, qo'ylarimizga, echkilarimizga beriladigan narsa. Mana bu yerda ko'rganlaringizdek, o'zimizning Bobby gitimiz. Bobby gitni ham bir ko'rib qo'yish kerak. Bu Bobby gitimizga ham bir 5 yil bo'lib qoldi. Dumini qimirlatib, bah 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 desam mana qimirlab turibdi. So'rashib qo'y kuzatuvchilardan. Bah bah bah. Bah 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 bah. Bah 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 bah. Qani. Qo'lim tishlamoqchi bo'ldi. Qo'y. O'zingni bos, o'zingni bos. Qo'lim tishlama faqat. Oy. Ana bir narsa yevoribdi menimcha. Qushdim bir narsani yevorgan ekan ona. Ana. Sal apasniroq endi xo'p deb qo'yaverasizlar jigarlar. Keyin mana. Ana. Mana bu yerda sigirlarimiz ko'rib turganlaringizdek o'tlayapti. Echkilarimiz ham bizga qarab turibdi. Nima deyishini bilmay. Ona. Hey! O'tlashyapti. Yoshligimizda tog'larga chiqib, как положено o'ynab, kulib yurar edik. Ona ko'rganlaringizdek. Tepada tog'ni ko'rib turganlaringizdek, ona. Tepadagi tog'da mol boqib, cho'pon bo'lib yurganman. Yoshligimdagi где-то bir 10-12 yoshimgacha ko'rganlaringizdek, ona. Tepada mol boqib, cho'pon bo'lib, eshakda yurganman. Eshak minib, burnim oqib deydi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana meni Jonajon qishlog'im. Обязательно hammasini obzorni qilib o'taman. Ko'rib turganlaringizdek yoqayotgan bo'lsa, yoqmayotgan bo'lsa ham like, komment, podpiska bosib fikringizni bildirib qo'ying. Yoqayotgan bo'lsa ham fikringizni bildiring, yoqmayotgan bo'lsa ham fikringizni bildiring. Nima komment yozishni bilmasangiz, bugungi chisloni yozib qo'ying. Ya Ali gazini bor, sen bilamiz deb qo'ying jigarlar. Gap bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Axir men sizlar uchun harakat qilib, ommaga o'zimni tanitib, siz rivojlanyapman. Sizlardan обязательно podдержкani kutib qolaman jigarlar. Shuning uchun like, komment, podpiska bosib, shunday fikringizni bildirib qo'ying. Eng yaxshi ko'rgan do'stingizga shunday jo'natib qo'ying. Ya'ni cho'ponlikdan, ya'ni yoshligini ko'rsatgan do'stingizga demoqchiman. Ya'ni men hozir yoshim 18 da. Hozir yoshim 18 da bo'lsa, где-то bir 8 yil, 10 yil oldingi narsani aytyapman do'stlar. Mana hozir qishlog'imizni ko'rinishi, uyimizni hozirgi paytda. Oldin bu narsalar, bu uy bo'lmagan, bu katta uy ham bo'lmagan. Yoshligimizda faqat shu uyda turganman. Ikkiman shu uyda turganman. Xullas bu kichkina akamning uyi, bu katta akamning uyi. Как положено. Bu ham zo'r chiqqan, bu ham zo'r chiqqan. Inshaalloh Xudo xohlasa bitib qoladigan joy do'stlar. Xudo xohlasa bu yerda bizda yong'oq daraxtlari katta o'zi bular anaqa bo'ldi, hosilni berib bo'ldi. Hozir kuz. Bugungi sana aytib o'taman, 27-noyabr 2025-yil do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek hozirgi holati, inshaalloh bir vaqt kelgandan keyin, bir 10 yildan keyin yo 5 yildan keyin, balki 3 yildan keyin ko'rinish holatlarini ham обязательно o'zgarganmi yo'qmi обязательно ko'rsatib o'taman. Как положено mana do'stlar. Yoshligimizda tepaga shotida chiqib, shag'dani ot terisidan deysizlar. Endi chayla chaqib, shaxtda yotib, mazah dam olar edik. Bo'sh vaqtimiz shaxtga ketkazib, ba'zida gup o'ynar edik, ba'zida yotib, turib, anaqa qilib, qulashmachoq, yashmachoq o'ynaydigan joylarimiz bo'lgan do'stlar. Ya'ni yoshlikda bilasizlar, 8 yil, 10 yil oldin yashmanchoqlar trendda bo'lgan.
keyin qulashmanchoqlar trendda bo'lgan, o'rtaga tusharlar trendda bo'lgan. Kimda agar mana shunaqa yoshligi esiga tushib ketgan bo'lsa do'stlar, like, komment, podpiska bosib, eng yaxshi ko'rgan do'stiga jo'natib qo'ying jigar, обязательно. Chunki hamma ham mana shunaqasi yoshligini ko'rsatib, qanday o'tgan, nima qo'ygan aytavermaydi. Kimdir xijolat bo'ladi, kimdir xijolat bo'lmaydi, kimdir uyaladi, kimdir uyalmaydi. Men esa sizlar uchun harakat qilib, обязательно kanalimizni rivoji uchun, обязательно rivojlanib, intonatsiyam, gapirishdagi xatoliklarim, gapirishdagi plus minus taraflarim yo'qolishligi uchun ko'proq kontent olib sizlar bilan bo'lishyapman do'stlar. Mana hozir molxonalarga keladigan bo'lsak, molxonalarimiz bu yerda oldinlaridek где-то bir 30 ta 40 ta qo'y, 20 ta 30 ta echkilar bo'lar edi. Keyin mana bu yerda otlarimiz, bu yaqinda olgan otlarimiz bo'ladi. Hozir o'tlashyapti. Endi hijolat deb qo'ymaysizlar, endi hijolat bo'lib. Muncha bet musor, muncha bet bo'q deb qo'pol bo'lsa ham uzr avalan bor. Endi nima desam, endi otxona bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. 5x zoomni ko'rsatadigan bo'lsam, chayir qora bayir otlar do'stlar. Mana do'stlar, как положено. Bu yerda hozir tovuqlar, xo'rozlarimiz bor. Endi hozir banimiz bo'lyapti. Bani, qishloq sharoitidagi bani do'stlar mana. Bu yoqda na vanna bor, na boshqa bor. Keyin to'let ham chekaroqda hojatxona ya'ni. Oldinlar bet bo'lmagan, bu joy bo'lmagan, faqat mana shu naves bo'lgan. Bo'ldi xolos. Keyin bu taraf ham yaqinda qurildi. Bu yer qurilganiga bir 6 yilcha bo'lib qoldi do'stlar. Shu yerda yoshligim o'tib, ba'zida tipratganlar topfalar edim. Ba'zida otlar bilan gaplashib, otlar bilan fikr almashib, qarab o'tirar edim otlarga. Endi jonivor otlarga, конечно. Ochadigan bo'lsam, hozir bet ko'rib turganlaringizdek bardak bo'lib yotibdi, yo bardak bo'lib turibdi desam bo'laveradi do'stlar. Как положено. Xullas do'stlar, yoshligim shu yerda o'tgan. Bu yerda xullas otlar bo'lgan, toylar bo'lgan, yem berib, gaz bosib o'rganmiz do'stlar. Yoshligim shu yerda o'tib, anaqa bo'lgan joy. Bu yerda xullas pistami bir narsa daraxt bo'lgan. Bu daraxtlarni yaqinda o'zim bir где-то bir 3 oy 4 oy oldin qirqib tashladim. Dadajonim bilan birga do'stlar. Mana bu yerda xo'roz ham qo'qillab o'tirib, qo'qoq deb, to'g'rimi? Mana shunaqasiga. Mana do'stlar. Xullas keyin bu yerda mana kolodetsimiz bor. Kolodets ichidan suv chiqadi. Где-то bir menimcha 40-50 metr bo'lsa kerak adashmasam. Shu 40-50 metrdan suv chiqqan joyi do'stlar. Где-то bu kolodetsimizga ham bir 20 yilcha bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Do'stlar, xullas shu yerda где-то bir tug'ilganimdan beri где-то bir 10 yil yashaganman. Основной qilayotgan ishim cho'ponlik bo'lgan. Qo'y boqqanman, echki boqqanman, sigir boqqanman. Ertalabdan kechgacha bunaqa sizlarga tog'ni ko'rsataman. Tog'lar bor-ku, tog'lar. Tog'lar. Как положено. Ashaqlarda mol boqqanman o'na. Ko'rib turgan bo'lsangiz, tog'larda, ana yerda tepada tog'larda, tepadagi tog'larda, mana bu yerdagi tog'larda o'zim yoshligim o'tgan do'stlar. Shuning uchun mendan aqib qo'ymaysizlar, xijolat qilib qo'ymaysizlar. Hozir bu yerda mana akamning uyi qurilgan. Va akamning uyi qurilganiga bir где-то 2 yil bo'lib qoldi. Va akamning uyi qurilganiga bir 2 yil bo'lib qoldi. Xudo xolasa yaxshi, chiroyli bitib, zo'r bo'lyapti. Bu teraklarimizga ham где-то bir 4-23 yil bo'lib qoldi. Naryoqda oldin teraklarimiz bo'lar edi. U teraklarni olib tashlab, mana zo'r doda uylarni qurib qo'ygan akalarimiz, xudo xohlasa. Shuning uchun shunaqa gaplar. Yoshligim shu yerda o'tgan. Yana nima haqida aytsam ekan do'stlar? Bu yerda oldin daraxtlar bo'lar edi, katta-katta. Shu daraxtlarni putab, yaq-yaq qilib, ba'zilari qoldi, ba'zilari qolmadi. Keyin mana bu yerda do'stlar, bu yerda o'rik daraxti ham qurib, aytib o'tgandek bugun 27-noyabr qurib yo'q bo'lib ketdi. Bu netdan archamiz ham bir 30 yil, 40 yil bo'lib qoldi menimcha. Mana shu do'stlar. Mana do'stlar, uylarning ko'rinishi bir где-то bularga bir 30 yilmi, 40 yil bo'lgan uylar do'stlar. Qishloqda yashayotgan insonlar biladi. Mana archalar va hokazo. Mana biz dadajonim, akajonim, otajonimlar birgalashib ekkan daraxtlar. Shu daraxtlarga menimcha где-то bir 10 yil bo'lib qoldi. Mana qishloqdagi to'letni ko'rinishi, hojatxonaning ko'rinishi endi uzr avalan bor, qo'pol chiqib ketdi. Mana do'stlar. Hammaning hojatxonasi shunaqami yo'qmi? Mana do'stlar. Mana uy ham vobshe cho'tki chiqqan. Bu endi olma daraxti do'stlar. 8 yillik urinishlardan kelib chiqqan holda va shunchalik olma daraxt chiqqan. Где-то bir shu yerda bir 70 tami 80 ta daraxt bor, adashmasam. Где-то bir 1-2 tonna hosil bersa kerak. Mana teraklarga ham где-то bir 10 yilmi, 20 yil bo'lib qolgan joyi. Do'stlar, mana shu yerda xullas yoshligim o'tgan.
Mana shu gilos orqamda ko'rib turganlaringiz gilos, bu yerda ham gilos, shu yerga yoshligimda chiqib giloslar yeb yurganman. Mana bu yerda ham oldin gilos bo'lar edi. U gilos yo'q, qolmadi xullas. Xullas tirt etib qo'yildi, xullas qirqib tashaldi. Shu bilan shunaqa gaplar do'stlar. Sizlar bilan har doimdek ko'k ko'z bola. Yoshligim xullas shunaqasiga o'tgan. Где-то bir 10-12 yoshimgacha cho'pon bo'lib, mol boqib, sigir boqib, echki boqib, tog'larda va yaylovlarda yurganman do'stlar. Xullas sizlardan like, komment, podpiska. Sizlar bilan har doimdek ko'k ko'z bola. Eng yaxshi ko'rgan do'stingizga jo'natib qo'yasiz. Sizga ham yoshligingiz meniki o'xshab esiga tushgan bo'lsa, kommentda fikringizni bildirib qo'ying.